Muş ayol kişi 35'ten aşkan dikenlam çok pek hadiden ziyad uğrup kese qiyirtire görünüp qaldı valla. Neymiş qadağlar? Mesela 38 yaş kirdim bu. Hazır ben normalde 53 kilo etrafında kildim. Ben yakını yaqı oynanışı, anan ikinci boynanışı, o bu dep pek aldıraş op gitip işteyim, tamak kelimden ötme, işte tutulup çoluk vaxtı tamak yemey. Bıraklam 50 kilo çıkıp qaptı mende. Anan ikin bu yaş çoğunlayğan ikin manda qiyirq japat atıp uğruqlagan bilen yalaqı jenkan hareket qılıp uğruqlaganның farkı buldu iken. Mesela ben aldıraşçılıkta tamak yemeyim da çarçap uğruqlagan bolğan keyin bu birinci tirayan çıktı iken. Çırayımda mesela çufan qamı diye, yen mallı olurum sangılap mı yalırım diye qiyinliqlap, qiyin jollarım diye iğirlap degendek. Özüm ettigen qopup pürken degen çırayım qarap ayna qarap qoğuq ketdim ben. Onu sonra xayalim qana oylap mesela bütün uyanış tükken vaqtda ananikin bir kütünüş qılıp, ananikin çıraylarımni bir oңşap, meyjalarımni qılıp mında qılay dep oylasam bu oyunu iş tümeyke. Bu kichik yo'magandiki hozir kanda yemojerimdiki mesela kiyimlerim daha bağlılıp bitti, şkaplam isip, redlip, daqılıp, senle qılıp is bulamadım. Onu saqlab o'tasam ben texim tüyüş kerak mende. Qaysikinchi dostum kirib chiqam, uyga yan ko'p qayilib. Kirib, adaş özüm yaxshi asra, çırayını chiqibdi debetdi. Yilqi satilchiksa diyemay, yilqi ma ko'nglimdan yapçı. Adaş çırayını chiqibdi jumo, özüm yaxshi asra, tamoq vaqti yaxshi ya jumo adaş. Dedilik gapninki qanchalik mazmun ben özüm düşünüp aldım da. Şunu ona degan oxir tutib bo'lmabdi. Bu o'ynashtigimgidek, men bunda kendiga so'rayversam o'zimni kutunishni qamlashmoqni aytib, shuni men oxir bo'lgan men yuzimga tatqizmoqchiyim. Bunu ben şunun aldı bıraktım qağandım. Onun dikin arlıqda başqa şang bollarımni qilib, o'zib tatqizishni qilmagan. Bu qittim başqa şang bollarni qilmay, bir aql tatqizay bo'ldi. Başqa saqmaqdek tayyorga keldim. Ustiga men daim bargan majunsiya temeshim ekoni bilsizlar. Tursay doktor açqan. Şu doktorxonaningki, masalan, doktormu, u doktorxonada ishlaydigan doktor emas. Bu odatda nuvchi doktorlarmi chu, undaq bir shaxsiy doktorxonalarda ishlamaydi vallah. Taklif bilan akildi. Masalan, mush doktor nima 25 kun burun shu mush tursaydan gidib, yo'l qilg'izib, aran tasdiqning vaqti qatda ampay qildik. Masalan, bu hayatlık degan bir xil ışın şun qankandala. Mesela biz yaxşı turmuş keçirish uchun, chiroyli güzel turish uchun onun pul lazım bulduğu şuna jinimizni tikib pul tapar ekanmiz. Jinimizni tikib pul tapsak, anandaki o tapgan pulni jinimizni tikish jarayonida anandaki charchayotganmiz, chiroyimiz satishgan arg'illik bo'ldi ekan. Lekin u arg'illikqa mesela ammo qildik ekanmiz, boyan qildik ekanmiz, kiyim kiyganmiz, o'zimizni go'zallashtirdik ekanmiz-da. Shu yerni xashayotganmiz shu pulni. Anandaki u pullar xashlab bo'lgan keyin quruqlanib qaldimi? Yana jinimizni tikib pul tapar ekanmiz. Shunga bu ışın şun qanka. Shuni bilan men tapgan pulimni bugun yuzimga qayslash uchun let's go, mangdım ben sen. Ma 真实性 bolsunda, ma özümning apta beşirsini ko'z kitpamajım sizlarga ma yuansangji aldım. Ma bu mana shu Ahmadjon doktor o'zi shu yerdagi jinsiy ekonom doktori. Bu doktormu shu Dongjing yikalaniki shu bo'shliqni bitgan. Hisobda shu Meyshu Meko doktorxonaniki taklifli doktori. Men men doktordan so'ragandim, shu Ahmadjon doktor men paraxlam tatqizish operatsiyasi qilaymi yo kesib o'tamsiz yo atuq tayyorlarim desam, maki buni anglamayman deydiki. Bu raqanch tatib üstüge chiqib qo'ysangiz, bu tergan suzildigan narsa emas. To'yib baqqadan ko'rsam qo'saqni yuğunab islar deydi bu 20 sant islar so'zlarlarin yüzdan terisi başlaq narsa. Biz hozir raqanch jiqavasi 3 santdan 5 santga terib evet to. İşkice düşürdüğün ki ne kadar şunu kichidiki javyan bilan tanishameninki ozlab ketishning sababini deb shuni davolamizmi bu bo'shab ketib chimtib qo'ygan teri yana yuzni qo'yib berdi. Bu 3 yıldan keyin 3 yılgacha bavjachis bo'ldi degan gap shu 3 yildan keyin shu burun qog'otiga qaytib qolish. Rossiyadagi pulni jihozlab jafosini topgan ekan, shuni loyiq xuliyasini yaxshi qilib bersa, ancha buni vechisi biza uzroq bo'ldi. Ya'ni men buni qilgan ekan deb 6 oy qatiq yo'qgacha yaxshi qilib 6 oydan keyin tashlab bersin, shu shog'oz 3 yil ayib ko'rsa. Unoda mesela şu ülkelerin kalmıyorlar. Şoňaçqa xanım qızlar çırayınlaq tekkizmeydigan iş op qalsa amal batıq tekkizmeglar. Hazır nurgun şamullarni taraqqiy qilib şunda okul bilan joylaydigan bo'lib ketdi. Onun üstüge baribir siz ter tatqizish operatsiyasi qilsangiz mo jihoz 3 yil bog'chi qildi ekan. O 3 yildan keyin endi kesamsiz uni kesib o'zingizga bir kalon teri somsa ya o mana 20 soatda meninkini urib bo'ldi. Onun üstüge bugun mush qo'riq yo'qtish okulini tang aralashtirib urg'izatgan shu peshonamdagi qo'riqlarga. Mushu markani urg'izdim. Chuqur markaga bak diqqat qilinglar balla. Chinko markaning zot o'xshamaydi. Degan qopqandagi yuansan jaldim jum bu meyan wulu jingum balla. Anondikin il urib bo'lgandan keyin o'zingizga boshqa chez qilsanglar, teranglar bir xil oqirib qolganda, chunki urgan nas oqsil bo'lgandan keyin bir xil suzildirdik adam terisini. Men bu bunchilikmi oq emas demam deb bo'lib mo'ylab bir xil xo'ngam bo'lak bir xil terim bakkil an xo'ngdi. Hozir menga kechago'sin rosa yaxshi ko'rdim. O'zim ahvoling bo'lam, ravus kichikligim. Misha pichoq teknib ketgan bir xil shiktal siziq. Xavsiy qo'rq yo'qtish okulni jo'lab to'g'ri urgan vaqtda masalan qashni ko'tarmaydigan, yamay bo'ldigan, qapoq saqlaydigan ahvollar bo'ldi. Men meniki qaralar normal götürmeye kapağımız lekin ve kütesem yerde korku yok. Anladıkken kapak sakılgan ahvallarım yok da. Şu an şu doktorunki şofası pek mühim. Sıkılıp hanım kızlar pullarını doğru yere geçirtip, doğru usulda doğru yere verip, hamımız yaştıracağım sadece. Hayır hoş.